Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 2026-yil 27-mart sanasida navbatdagi bemorimiz bizga bolasini olib kelgan, ya'ni epilepsiya bo'yicha bizga murojaat qilishgan. Hozir bemorni dadalari bilan batafsil suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi assalom. Biz 2024-yil sentyabr oyida kelganmiz. Qizimning tashxisi shu bosh miyasida epilepsiya achaga chiqqan. Shunga keyin internetda o'zim ko'rib, Shukrullo Jalilov oldilariga kelganman. Professor oldilariga keldim. Lecheniya qilishni boshladik. Birinchi mana noto'g'ri qildim. Birinchi Toshkentni qaratdim, Toshkentda bo'lmadi, to'xtatish olmadi tuzligisini. Keyin bu yoqqa Andijonga keldim. Shukrullo Jalilov oldilariga keldim. Lecheniyani 2-3 oyda boshladik. Lecheniya boshladik, 2-3 oydan keyin to'xtadi. Mana 2024 bo'lsa, hozir 2026-yil bo'lsa, mart oyida bitta xato ish qildim. Shuni aytib beraman. Ungacha qizim yaxshi bo'yotdi, o'zgarish zo'r bo'yotdi. Bolam orqada qolib ketyapti. Boshqa Toshkentdagi shahardagi nevropatologga borib, uni aytganini ozgina qilib qo'ydik, ukol qildik. Shu ukol bilan tomizadigan dorisi bor ekan. Shunaqa xatoni qilmaydi. Bitta doktorga keldinglarmi? Shukrullo Jalilov tavsiya qilaman hammalarga. Hozir mana amin bo'ldim, xato ish qildim. Qizim yaxshi bo'yotdi. Mana hozir yana sudragisi qo'zg'ab qoldi. O'sha dorisini, ukolini oldik. O'sha narsasi boshlanib qoldi. Agar o'sha xato qilmaganimda hozir qizim yana oldinga o'tib ketgan, yurayotgan bo'lardi. Tavsiya qilaman, xato ish qilmanglar. Boshqa doktorga borib qilmanglar. Faqat shu doktor bilan tuzalasizlar. Tavsiyam shuni beraman. O'zimning ichimdan o'zim o'tganini o'zim bilaman. O'shaning uchun sizlarga tavsiya qilaman. Shukrullo Jalilovdan tuzalib olsalarmi, orqada qolib ketyapti, boshqa nevropatologga borib aytganini qilmanglar. Maslahatlashinglar. Mana bu dori qo'yman, mana bu ukol qo'yman deb aytinglar doktorlarga. Tavsiyam shu. Bizni menga o'sha xato qilib qo'yinglar. Lekin mana hozir yana keldim. Avvalambor Alloh shifo berguvchi, sababchilar bular. Lekin shifo topasizlar xolisa, ixlos bilan kelsangiz. Hammaga omad, hech kim bolasi kasal bo'lmasin, Alloh shifo bersin. Rahmat, sizga ham rahmat. Alloh shifo bersin. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat.